Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda yurak disseksiyasi, ya'ni yurakning ichki tuzilishini kesib o'rganamiz. Tabiatning eng buyuk nasosi yurak, ya'ni sut emizuvchi hayvon yuragini tashqi va ichki tuzilishini inson yuragi modeli bilan solishtirib o'rganamiz. Buning uchun bizga quyidagi jihozlar kerak bo'ladi. Sut emizuvchi hayvon qo'yning yuragi, skalpel, rezina qo'lqoplar, suv, pipitka yoki shpris, pinset, himoya ko'zoynagi, dastakli igna, qaychi kerak. Yurak bu to'xtovsiz ishlaydigan yagona organdir. Uning ichki tuzilishi juda ham murakkab tuzilgan bo'lib, 4 ta kameradan, ya'ni o'ng, chap bo'lmacha, o'ng va chap qorinchadan iboratdir. O'ng qismi karbonat angidridli qonni o'pkaga yuboradi, chap qismi esa kislorodli qonni butun tanaga haydaydi. Yurakda qonni bir yo'nalishda aylanishini ta'minlovchi klapanlar mavjud. O'ng qorincha va o'ng bo'lmacha o'rtasida 3 tabaqali klapan, chap qorincha va chap bo'lmacha o'rtasida 2 tabaqali klapan mavjud. O'ng qorincha va o'pka arteriyasi o'rtasida yarmoysimon klapanlar bo'ladi. Chap qorincha va aorta o'rtasida ham yarmoysimon klapanlar mavjud. Klapanlar qonni bir yo'nalishda oqishini ta'minlaydi. Ya'ni bo'lmachadan tushgan qonni qaytib bo'lmachaga chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Qorinchalardan chiqqan qonni esa qaytib qorinchaga tushishiga yo'l qo'ymaydi. Aziz kuzatuvchilar, endi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bu qo'yning yuragi. Qo'yning yuragi inson yuragiga juda o'xshaydi. Hozir biz qo'yning yuragini inson yuragi modeliga solishtirib o'rganamiz. Yurakning ustki qismidagi parda perikard deb nomlanadi. Uning ichida suyuqlik bo'lib, bu suyuqlik ishqalanishni kamaytiradi. Yurak muskuldan iborat organdir. Uning atrofida, tashqi tomonida yog' qatlamlarini ko'ramiz. Bu yog'lar yurakka energiya vazifasini bajaradi va tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Yana e'tibor berib qarasak, yurakning tashqi tomonida, sirtida qon tomirlarini ko'ramiz. Bu qon tomirlar qochsimon arteriya deb nomlanadi. Qochsimon arteriya yurakni oziqlantiradi, oziq modda va kislorod bilan ta'minlaydi. Yurakning pastki uchi doimo chap qorincha tomonida bo'ladi. Keling, endi yurakni kesib, ichki tuzilishi bilan tanishamiz. Buning uchun bizga skalpel kerak bo'ladi. Mana yurakning ichki tasviri. Chap qorincha qalinroq mushaklarga ega. Chunki bu yerda bosim baland bo'ladi. Kislorodli qonni katta bosim ostida siqib chiqaradi. Chap va o'ng qorincha va bo'lmachalar o'rtasida mushakdan iborat to'siq mavjud. Bu to'siq arterial va venos qon aralashib ketmasligini ta'minlaydi. Endi klapanlarni o'rganamiz. O'ng qorincha va o'ng bo'lmacha o'rtasida 3 tabaqali klapan mavjud. Mana bu 3 tabaqali klapanimiz. O'ng qorincha va o'ng bo'lmacha, o'ng qorincha va o'ng bo'lmacha o'rtasida 3 tabaqali klapan mavjud. Chap qorincha va chap bo'lmacha o'rtasida 2 tabaqali klapanlar mavjud. Mana
Mana shu klapanlarimiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, klapanlar atrofida paylar mavjud. Bu paylar klapanlarni ochilishi va yopilishini ta'minlaydi. Bu klapanlar arterioventikulyar klapanlar deyiladi. Bu klapanlar qonni teskari yo'nalishda oqishiga yo'l qo'ymaydi. Qorinchaga tushgan qonni qaytib bo'lmachaga chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Yarim oysimon deb ataluvchi klapanlar ham mavjud yurakda. Yarim oysimon klapanlarimizni biri chap qorincha va aorta o'rtasida yarim oysimon klapanlar mavjud va o'ng qorincha hamda o'pka arteriyasi o'rtasida ham yarim oysimon klapanlar mavjud. Hozir biz chap qorinchadan chiqadigan qonni aorta orqali chiqishini kuzatamiz. Mana qon mana shu yo'nalishda chap qorincha bo'ylab harakatlanib aorta orqali butun tanaga chiqib ketadi. Endi esa o'ng qorinchamizdan chiqayotgan qon o'pka arteriyasi orqali o'pkaga borishini o'rganamiz. Mana o'pka arteriyasi aorta yonida joylashgan. O'ng qorinchadan chiqadigan qon o'pka arteriyasi orqali chiqib o'pkaga boradi. Yurakda 3 ta qavat mavjud. Tashqi qavat etkard, o'rta qavat muskulli miokard qavatimiz va ichki qavatimiz silliq endokard qavatidir. Silliq tuzilishga ega bo'lishiga sabab qonni erkin oqishini ta'minlaydi. Keling endi yurakni qismlarini yorliqlar bilan belgilab olamiz. Chap qo'lmachamiz, chap qo'lmachamiz, o'ng qo'lmachamiz, o'ng qo'lmachamiz, yarim oysimon klapanlarimiz mana. Yarim oysimon klapanlarimiz. O'pka arteriyasi. Aortamiz. Klapanlarni ko'ramiz. Shabakali klapanimiz mana. Ikki tabaqali klapanimiz. Va o'ng qorincha va o'pka arteriyasi o'rtasidagi yana bir yarim oysimon klapanimiz. Mana biz yurakni qismlarini yorliqlar bilan belgilab oldik. Xulosa qilib aytganda, yurakning ichki tuzilishi bo'limlar va tuzilmalar majmuidan iborat. Ularning har biri qon aylanish tizimida muhim va samarali vazifani bajaradi. Aziz kuzatuvchilar, tochsimon arteriya yurakning oziqlantiruvchi arteriya qon tomiri bo'lib, u nima uchun aynan yurakning ustki qismidan, yuza qismidan o'tgan? Nima uchun ichki qismidan emas? Yurakning miokard, ya'ni muskul qismi charchamaydi. Disseksiya jarayonidagi tuzilmalardan kelib chiqib, bu abadiy harakatning sababi nima deb o'ylaysiz? Javoblaringizni izohlarda kutib qolamiz.